Samarqand viloyatining Qo'shrobod tumanida yashovchi aholi vakillari huquq-tartibot idoralariga tuman hududida 5 kishining vahshiylarcha o'ldirilgan jasadlari topilgani haqida xabar bergan. Kun.uz manbalarining xabar qilishicha, o'ldirilganlarning barchasi bir oila a'zolari bo'lib, er-xotin, ularning 2 o'g'li va qizi Ishtixon tumanining Chumqurg'on mahallasida istiqomat qilib kelishgan. Mazkur oilani taniganlar ular mayiz savdosi bilan shug'ullanib kelishganini ma'lum qilishmoqda. Voqea guvohlari ularning barchasining boshiga tumtoq va og'ir predmet bilan urib o'ldirilganini aytishmoqda. Qotillik aynan qayerda va kim yoki kimlar tomonidan sodir etilgani haqida hozircha ma'lum emas. Jasadlar Qo'shrobod tumanining Boqi qishlog'i yaqinidagi ovloq joyda Damas avtomashinasi ichiga qoldirib ketilgan. Hozirda qotillikni issiq izidan ochish uchun Ishtixon tumanida Ichki ishlar boshqarmasi va prokuratura tezkor xodimlaridan iborat shtab tashkil qilingan.